Tanqid va o'z-o'zini tanqid. Avtori doktor Mamtimin. Tanqid qilish bo'lsa, har qanday jamiyatda va shu jamiyatni tashkil qilgan har bir insonda kam bo'lsa bo'lmaydigan jamiyatdagi xatoliklarni, yomon illatlarni, adolatsizlik va nohaqchiliklarni ayblab, jamiyatda jumladan shu jamiyatdagi har bir insonda uzluksiz o'zgarish paydo qilishda muhim rol o'ynaydigan harakatlantirgich kuch. Tanqid qilish, uning obyektiga qarab boshqalarni tanqidlash va o'z-o'zini tanqidlash deb ikkiga bo'linsa, uning maqsad muddasi va chiqish nuqtasiga asosan kuyinish, yordam berish xarakterlik do'stona, tuzitish yoki ijobiy tanqid, constructive criticism va norozilik bildirish, ayblash, jazolash xarakterlik salbiy yoki yo'qotish tanqidi, destructive criticism deb ikki xilga ayirish mumkin. Agar har qanday tanqid normal doiradan halqib ketsa, u chaqda tanqid haqoratga aylandi va asli tanqid orqali yetmoqchi bo'lgan maqsadga hargiz yetkili bo'lmaydi. Hatto qarshi tarafda texmi zo'r qarshilik paydo bo'lishga sabab bo'lishi mumkin. Do'stona tuzitish yoki ijobiy xarakterlik tanqid, constructive criticism, qarshi tarafga kuyinish, sodir qilgan xatoligini tuzitib, texmi mukammal bo'lishga yordam berishni maqsad qilgan bo'lib, u odatda rag'batlantirish va taqdirlash bilan birga qo'llanildi. Ya'ni, birisi sodir qilgan xatolikni tanqidlash bilan birga u qo'lga keltirgan natija muayyanlashtiriladi va mukofotlanadi. Salbiy yoki yo'qotish xarakterlik tanqid, destructive criticism bo'lsa, norozilik bildirish, ayblash, jazolash va yo'q qilishni asos maqsad qilgan bo'lib, asosan inkor qilish bilan birga qo'llanadi. Ya'ni, bu xildagi tanqidda qarshi tarafning sodir qilgan xatoligini tuzitib, uning texmi mukammallashishiga turtki bo'lish maqsad qilinmasdan, balki uni o'tkazayotgan xato ishdan yoki ketayotgan xato yo'ldan butunlay voz kechishga, o'zida tubdan o'zgarish paydo qilishga majburiy qilishni asos maqsad qilgan bo'ladi. Ernest Hemingway mundaq degan: harakat qilishdan burun boshqalarni angla. Inkas qaytarishdan burun o'ylan. Pul xashlashdan burun pul top. Boshqalarni tanqid qilishdan burun ta'xir qil. Duo qilishdan burun boshqalarni kechirim qil. Voz kechishdan burun cho'qim sinab baq. O'xshamagan kishilarning tanqid va o'z-o'zini tanqidga tutgan pozitsiyasi o'xshash bo'lmaydi. O'g'ri gumonxo'r kelar, o'g'rining yuragi pok-pok degandek, o'ziga ishonchisi yo'q kishilar tanqidga sazgur keladi. Undaq kishilar tanqidni oson qabul qila olmaydi. Aksincha, o'ziga ishonchisi yo'q, saposi to'van, axloqsiz, ichi tor, ko'ralmas kishilar har doim boshqalarni tanqidlashga amroq bo'ladi va u orqali o'zidagi kamchilikni yoshirishga va ro'yi jihatda tangpongliqqa erishishga tirishadi. Shunga undaqlarning tanqidida samimiylik va kuyinish bo'lmaydi. Aksicha, qarshi tarafni tushirish, hatto haqoratlash asosi salmoqni egallaydi. O'ziga ishonchisi bor kishilar
boshqalarning tanqiddan bak andish qilmaydi. Samimiy tanqidlarni qabul qilib, ularni o'zini texmo mukammal qilishning harakatlantirgich kuchiga aylantirdi. Qo'sqingning og'riqi bo'lmasa, tavuz yeyishdan qo'rqma degandek, o'ziga ishonchisi bor kishilar salbiy tanqidlarga, hatto haqoratlarga pisand qilmaydi va yoki uning ta'siriga ko'p uchirmaydi. O'zi to'g'ri deb bilgan yo'lda mengishni davomlashtirdi. Oxirida muvaffaqiyat qozondi. Tuzish xarakterlik tanqid bilan buzish xarakterlik tanqidning farqini bilishimiz kerak. Tuzish xarakterlik tanqidga rahmat aytishimiz, buzish xarakterlik tanqidga pisand qilmasligimiz kerak. John Douglas. Hozir hammamizga ma'lum bo'lgandek, millatning beshiga kelayotgan balay ofat va ig'ir tahdidlar erkin dunyodagi har bir vijdon egisini darhol harakatga kelib, vatan millat uchun bir ish qilishga taqozo qilgan bo'lsa-mu, biroq har birimizga nisbatan tez unum beradigan biror amal bo'lmag'achqa, ba'zilarimiz cho'ng ishni qila olmay, kichik ishni yaratmay, kompyuter oldida o'tirib olib, boshqalarni bo'libmi jim o'ltirmay, oz to'la bo'lsa-mu, imkoniyatining yetishicha bir ish qilib turganlarni tanqid qilish, hatto millatning beshiga kelgan fojialarni ularning bejiriksizlik sababidan kelib chiqqan deb bilib, ularni haqoratlash orqali ro'yi jihatda o'z-o'zini xo'sh qiladigan, dushmanga bo'lgan g'azab nafratini o'z qarindoshlaridan chiqiradigan, hatto o'zlarini vatan millat uchun cho'ng ish qilib berayotgan hisoblaydigan bir xil binormallik klimat shakllanyotidi. Meningcha, bu bir xil kasallik. Biz cho'qim o'z-o'zimizga diagnoz qo'yib, bu kasallikni davolashimiz kerak. Dunyoda hech bir muvaffaqiyat qozongan lider yolg'iz raqobatchisini tanqid qilishga tayinib muvaffaqiyat qozongan yoki xalqning himoyasiga erishgan emas. Dunyoda eng muvaffaqiyat qozongan liderlarning o'ziga tushliq kamchiligi va xatoliklari bor. Bu ularga ergashgan va yoki ularni qo'llaganlarning ularga qaysi nuqtadan qarshiga bog'liq. Hech ish qilmagan odam xatolashmaydi. Bir ish qilgan odam cho'qim bilib bilmay maqsadlik yoki maqsadsiz ba'zi xatoliklarni o'tkazib qilishi mumkin. Masala bizning ularga qandoq muomala qilishimizda. Azaldan xatolik o'tkazib boqmagan har qanday odam cho'qim azaldan hech qanday bir ish qilib boqmagan odam. Albert Einstein. Xalqimizning ahvoli tahdid ostida qolgan bugungi kunda o'z-o'zimizni tanqid qilish bilan boshqalarni reallikni chiqish qilgan asosda samimiy tanqid qilishni asos qilishimiz kerak. Boshqalardan hisob so'rashning o'rniga har doim men nima qildim deb so'rab beqishimiz kerak. O'z qarindoshlarimiz ustidan elib berilgan tanqid ularni yiqitib tashlashni maqsad qilmasdan, balki ularga ko'yinish, ularni to'g'ri yo'lga boshlashni maqsad qilishi. Hammaylar bir-birimizning ojizligini to'liqlab, hamkorlikni kuchaytirib, dushmanga o'rtaq taqobil turishni maqsad qilish bahli muhim. Biz masala paydo qilgan vaqtimizdagi tafakkurimiz bilan mavjud bo'layotgan masalalarni hargiz hal qilolmaymiz. Albert Einstein. Bizda sal avj olgan yana bir xil kasallik. Tanqid banisi bilan hadisa boshqalarga baho berish. O'zini millatning vakili yoki
millatning manfaati uchun so'z qilg'uchi qatoriga qo'yib, boshqalarning o'ziz shohid bo'layotgan voqealarga bo'lgan tonishini inkor qilish, hatto boshqalarning aql farosatiga haqorat qilish, xuddi o'zlari o'tirg'i chiqib haqiqatni yo'rtib bermasa, hamma odam aldinib ketadigandek ko'rsatish. Albatta, bizda bilginingni boshqalardan ayima, eldan elga nab deydigan ot so'zlar bor. Har birimizning o'zimizni va boshqalarni tarbiyalash, yetaklash mas'uliyati bor. Biroq bu cho'qim o'zaro ko'yinish va o'zaro hurmatlash asosida bo'lishi kerak. Bizda o'zingni yo'lbos chaqlasang, boshqalarni shir chaqla deydigan ot so'zimi bor. Hamma odamning o'ziga tushliq aql farosati bor. Kimning qandoq odam ekanligiga hukm chiqarg'idak aqli bor. To'g'ri bo'lsa to'g'ri deyish kerak, xato bo'lsa xato deyish kerak. Biroq boshqalarni do'tchaqlab, o'zimizni dunyoni qutqazg'uchi sanasak, oxirda boshqalarning nazaridan tushib qolamiz. Albatta, o'xshamagan insonlarning aql farosati, ijtimoiy kechirmishlari, madaniyat saposi, qimmat qarshi, masalalarga bo'lgan pozitsiyasi va masalalarni ko'rish yo'nalishida ba'zi farqlar bor. Biroq bu farqlar va yetarsizliklar asosan har bir shaxsning o'zi bilan cheklanadigan bo'lib, ular to'plashib o'rtaq bir kollektiv shakllantirganda, har bir shaxsdagi u farqlar o'zaro to'liqlig'ichi bo'lib, g'oyat zo'r bir kuch paydo qiladi. Biz har bir shaxs bo'lish sifatimiz bilan u kollektiv kuchga sal qarsak va uni inkor qilsak, hargiz bo'lmaydi. Mundaq bir aqliya so'z bo'lgan. Boshqalar ustidan qalaymaqan hukm chiqarish boshqalarning moyit emas, balki o'zimizning asli moyitini o'ttirg'i chiqirdi. Bundaq deganlik hargizmi boshqalarning qilayotgan ishiga baho berma yoki boshqalarni tanqid qilma deganlik emas, balki boshqalarga baho berganda o'zimizningmi boshqalar tarafidan baholang'uchi ekanligimizni unutmasligimiz. Boshqalarni tanqidlaganda shaxsiy hissiyotimizga tayanib emas, balki reallikni asos qilishimiz, adil bo'lishimiz, boshqalarning shaxsiyatiga hujum qilmasligimiz, bo'lmasa boshqalarni baholayman deb o'zimizning asli mohiyatini oshkor qilamiz. Boshqalarni o'sal qilaman deb o'zimizni o'sal ahvolga tushirib qo'yishimiz mumkin deganlikdir. 10 yillar burun bo'lsa kerak, men xizmat qilayotgan Kolumbiya universitetining maktab mudiri, ayni vaqtdagi Iran prezidenti Ahmadi Nijatni Kolumbiya universitetining dunyo liderlari forumida nutq so'zlashga taklif qiladi. Buningdan xabar topgan ba'zi o'quvchilar, bo'libmi Yahudi o'quvchilar maktab mudiriga qattiq norozilik bildirdi. Ahmadi Nijatga avatgan taklifini qaytarib olishga imkon bo'lmagan maktab mudiri o'z inovatini qaytarib olish uchun yig'in ahliga Ahmadi Nijatni tanishtirganda uni eng yomon so'zlar bilan ta'riflaydi. Ahmadi Nijat so'zga chiqqandan keyin janoblari mening nima so'zlaydiganligimni anglamay turib, men to'g'riliq bu yerda o'ltirganlarga hukm chiqarib berdingiz. Amaliyotda bu yerda o'ltirganlarning hammasi aqlli kishilar bo'lib, ular mening so'zimni anglagandan keyin mening qandoq odam ekanligimga o'zlari hukm chiqara oladi. Sizning bu qilganingiz menga emas, balki bu yerda o'ltirganlarning aql farosatiga va mustaqil hukm chiqarish iqtidoriga qilingan haqorat deydi. Shuning bilan butun zaldagilar chavaq chelib
alqışlap ketidi. Gerçi Ahmedi Nejatning Amerikadagi obrazi bak nachar bo'lsa-mu, biroq bu vaqada o'zining hurmatini tushirib olgani Ahmedi Nejat bo'lmasdan, balki bizning maktab mudiri bo'ladi. Bizda kulolmasang hijayma deydigan ot so'zi bo'lib, u deganlik agar kulolmasang hijib boshqalarning masxarasiga qolgucha o'zingning hurmatingni saqlab jim o'ltir deganlik bo'ladi. Bizda yana oltinni zaga so'qsin deydigan gapmi bor. No'ch bo'lsaq o'tirg'i tushib, boshqalarni qilmadi deb tanqid qilgan shu ishlarni o'zimiz bir qo'lliq qilayli. Bo'lmasa, ish qilganlarni qo'llayli. Ularga yordamchi bo'layli. Hech bo'lmasa, ularga putli qashang bo'lib, boshqalar qilayotgan ishqa buzg'unchilik qilishning o'rniga jim o'ltirayli. Muvaffaqiyat qozongan bir generalning muvaffaqiyat qozonishi yolg'iz uning qo'mondonlik qobiliyatiga bog'liq bo'lib qolmasdan, balki qo'mondonga bo'ysunishni biladigan yaxshi askarlarga bog'liq. Qo'mondonga bo'ysunib, amaliy ish qiladigan askarlarning tayini yo'q. Atdigandan kashkicha generaldan hisob so'rsak, u aqlga muvofiq ish emas. Mayli tashkilot ichidagilar bo'lsin va yoki ko'zga ko'ringan shaxslar bo'lsin, agar ular xatolik o'tkazgan bo'lsa, tanqidlarimiz ular o'tkazgan shu xatoliklar ustida bo'lsin. Uningga o'zimizning shaxsiy adovatlarimizni va u shaxsga bo'lgan shaxsiy his tuyg'ularimizni aralashtirib olmayli. O'zimizning shaxsiy manfaatimiz va yoki shaxsiy adovatlarimiz uchun butun xalqning milliy manfaatini ziyon uchratmayli. Mutlaq nuqsonsiz inson yo'q. Biz tamoqni har qancha tanlab yesakmi va yoki har qancha isil tamoqlarni yesakmi, uningdan yanala oz to'la tarat chiqadi. Uninglik uchun biz yegan tamoqimizni inkor qilsak bo'lmaydi. Normalda bizning ma'lum bir shaxs va shaylarga bo'lgan qarshimiz ma'lum nuqtadan elib aytganda o'zimizning subjektiv qarashlarimizning ta'siriga uchraydigan bo'lib, agar bizning ma'lum bir odam yoki shayga bo'lgan ta'sirotimiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, balkim biz har doim u odamga yoki shayga yaxshi tarafdan qarshimiz mumkin. Agar bizning ma'lum bir odamga yoki shayga bo'lgan ta'sirotimiz nachar bo'lgan bo'lsa, balki biz har doim u odamga yoki shayga nachar tarafdan qarshimiz mumkin. Umuman qilib aytganda, dunyoga o'chmanlik bilan qaraydigan, ruhiy psixikasi sog'lom bo'lmagan, ichi tor, ko'ralmas, gumonxo'r insonlar har qanday odam yoki shaylarga salbiy tarafdan qaraydigan, boshqalardan har doim gumon qiladigan, biror narsaga osonlikcha ishonmaydigan bo'ladi ekan. Uningga nisbiy holda dunyoga go'zal ko'zi bilan qaraydigan, ko'ngli ko'ksi, mehr muhabbat bilan to'lgan, umidvor, pozitiv kishilar insonlarga va yoki shaylarga ijobiy tarafdan qaraydigan bo'ladi ekan. Pozitiv o'ylaydigan odam boshqalar ko'ralmaganni ko'ralaydi. Boshqalar his qilolmaganni his qilalaydi. Boshqalar qilolmaganni qilalaydi. Winston Churchill. Biz inson bo'lgan ekanmiz, cho'qim ba'zi subjektiv narsalarning ta'siriga uchrashimiz mumkin. Muhimi boshqalarga qo'ygan shu qattiq talabni oldi bilan o'zimizga qo'yib boqayli. Boshqalarning mengish turishiga baho berishdan burun boshqalarning oyig'ini bir kiyib boqayli. Boshqalardan hisob so'rashdan burun har doim aynakka bir qarab, men nima qildim deb
o'zimizdan bir so'rab baqayli. Millatning beshiga kelgan masalalarni bir taraf qilish biror odamningla majburiyati bo'lib qolmasdan hammalarning majburiyati. Bizda ishlar qavaverdi, karvon yuraverdi deydigan at so'z bor. Agar boshqalarning tanqidi samimiy bo'lmasa, maqsadi masalani hal qilish bo'lmasa, millatning manfaatiga foydali bo'lmasa, uni alohida e'tiborga olishimizning hojati yo'q. Chunki ba'zilarning tanqidi amaliyotda hargiz samimiy bir tanqid bo'lmasdan, balki tuxumdan tuk undirish, hamma ishdan, hamma odamdan qusur tepishdir. Başta ular sang pisand qilmaydi. Undan keyin seni masxir qiladi. Uningdan keyin sen bilan etishidi. Eng oxirda sen yengisan. Mahatma Gandhi 2018-yil 5-may New York